Qadrli tinglovchim, Fotima onamiz haqidagi rivoyatlarni o'qishni davom ettiramiz. Hammaga namuna bo'lgan oila. Hazrat Ali bilan Fotima onamizning turmushlari ummat uchun ibratlarga to'la hayot namunasidir. Er va xotin o'rtasidagi sevgi, hurmat, samimiyat, xizmat va go'zal hayotga o'rnak bo'ladigan turmush. Bu oila a'zolaridan biri xafa bo'lsa, boshqasi uning xafagarchiligini ketkazib, kayfiyatini ko'tarishga harakat etardi va uydagi kamchiliklarga ko'z yumib, sabr va toqat ila qarshilardi. Yumushlarni birgalikda bajarar, go'zal suhbatlar asnosida bir-birlarini tinglar va dardlashar edilar. Biroq inson sifatida o'rtalarida kichik kelishmovchiliklar ham bo'lib turardi. Bir kuni Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam qizlarining uylariga keldilar. Negadir kuyovlari uyda ko'rinmagach, qizlaridan "Amakimning o'g'li Ali qayerda?" deb so'radilar. Fotima onamiz: "Biroz tortishib qolgan edik. Shu sabab ranjib chiqib ketdilar", deb javob berdi. Bu gaplardan so'ng sarvari olam tashqariga chiqib, Hazrat Sahl ibn Sa'dga: "Ey Sahl, qaraginchi, Ali qayerda ekan? Topsang menga xabar ber", deb marhamat qildilar. Hazrat Sahl to'g'ri masjid tomon yugurdilar. Hazrat Alini masjidda uxlab yotganini ko'rib qaytib keldilar va Rasuli Akram sallallohu alayhi vasallamga ma'lum qildilar. Keyin ul zot masjidga yo'l oldilar. Kelganlarida Hazrat Ali roziyallohu anhu tuproq ustiga uzalgancha uxlab yotardilar. Rahmat payg'ambari kuyovlarini bu holini ko'rib, muborak qo'llari bilan yuzidagi changni artdilar. Ust-boshi tuproqqa belangani uchun "O'rningdan tur, yo Abu Turob, tur", dedilar. Hazrat Ali Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ovozlarini eshitib, sakrab o'rnlaridan turdilar. Ust-boshi chang tuproqqa belangan edi. Koinot faxri sallallohu alayhi vasallam kiyimlarini tozalashga yordam berdilar va qo'lidan tutib uyiga olib bordilar. Fotima Zahro onamiz bilan oralarini tuzatib, tashqariga chiqqanlarida yuzlarida sevinch nurlari porlab turardi. Yonlaridagi sahobaga: "Men uchun eng sevimli bo'lgan ikki aziz insonimni yarashtirib qo'yishni uddaladim.